Bugun kameraga qarab gapirish challenjimning 5-kuni. Bugun nima haqida gapirmoqchiman? Bugun mavzu yo'q, shuning uchun hayolimga bitta savol keldi. Savol emas, bu intervyuda tushgan savol keldi. Ya'ni 5 yildan keyin o'zingizni qayerda ko'rasiz? Xo'p, men 5 yildan keyin o'zimni qayerda ko'raman? Shinamgina uyimda bolalarim bilan, xotinim, ota-onam bilan birga vaqtimni sarflayotgan bo'laman. O'zimni kichkina bo'lsa ham biznesimni ochib qo'ygan bo'laman. Xo'p, shu CEO founder bo'lish, o'zim biznesimni ochish har doim oddiylik, shinamgina hayotda, shinamgina uyda, ota-onam bag'rida mazza qilib yashagan bo'laydim. Bolalarimni tarbiyalab, yonida bo'lib. Bo'ldi, bugungi tema shu haqida edi. Bugun ozgina o'tib ketibdi.